Bizni dinimiz faqatgina odamlarni yaxshilikka, tinchlikka chaqiradigan dindir. Tinchlik bu islom shiori, birodarlar. Oynay jahonda ko'rsatayotgan narsalarga ishonib ketavermang. Soqollilar uni qilyapti, musulmonlar buni qilyapti, palonchini o'ldirib ketibdi yo palon joyini portlatibdi desa, uni siz islomdan, dindan deb bilmang, birodarlar. Bu ochiq, oydin etiladigan so'z bu. Chunki mana shunday qilib turib dinni yomon otliq qilayotgan, islom deb islomni niqob ustiga kiyib olayotgan ba'zi bir din dushmanlari o'sha ishni qilishadi. Shuning uchun bizlar ko'zimizni ochaylik. Bizni dinimiz bir-birini o'ldirishlikka buyuradigan din emas. Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldida, "Ya Allohning rasuli, nevarali bo'ldingiz" dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilarki, "Ismini nima qo'yding?" degan edi. "Qaysun qo'ydim" dedi. Qaysun degan qilich. "Nima uchun bunaqa ism qo'ydingiz ey Ali?" degan edi. "Ertaga" dedi, "kofirlar bilan jang qilgan vaqtda qilichga o'xshab o'tkir bo'lsin, kallalarini shunday sapchalik holat olib tashlasin, shijoatli bo'lsin degan maqsadda shu ismni qo'ydim" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu ga aytdilarki, "Ey Ali" dedi, "Islom urushadigan din emas. Islom janjal chiqaradigan din emas. Islom insonlarning kallasini olib tashlaydigan din emas. Islom odamlarga yaxshilikni tarqatadigan din."